ko'p tanishlarim botoks protsedurasini olgandan keyin qovoq tushish holatlarini ko'rdim. Shu sababdan bu protsedurani olishga qo'rqib turibman. Bu holat nima uchun yuzaga keladi? Mani qabulimdan bunaqa shikoyatlar juda ham ko'p. Botoks muolajasi olganman, qovog'im tushib qoldi, qoshim tushib qolgan yoki ko'tarilib qolgan yoki yuzimda asimetriya paydo bo'lgan. Yuzaga kelgan bu holatlar albatta preparatga bog'liq emas, bu kosmetologga bog'liq. Ba'zi kosmetologlar noto'g'ri texnikada, noto'g'ri dozirovkada ishlaganligi sababli yuzida asimetriyalar paydo bo'ladi. Patsientlarimizning qovoq tushishi, ko'z tushishlari paydo bo'ladi. Kosmetolog avvalo yuz anatomiyasini yaxshi bilishi kerak. Qaysi mushak bilan, qaysi tochka bilan, qancha dozirovkada ishlayapti, bularga ko'proq ahamiyat berish kerak. Buni bilgan kosmetolog hech qachon xato qilmaydi o'zini muolajasida ham, o'zini texnikasida. Asosan estetikaga ham e'tibor berish kerak kosmetolog. Yuzda qaysi joyda qanaqa kamchiligi bor, yuzda qanaqa muammo bor va bu muammoga qanday yechim topa olaman. Va kosmetologni ishlari yaxshiligini va yillik tajribasi borligini uni profiliga kirib ishlaridan ham bilib olsa bo'ladi har bir mijozimiz. Va oxirgi maslahatim, arzonlashgan muolaja protseduralaridan uzoqroq turish kerak. Buni hamma patsientlarimga maslahat beraman, chunki u nimanidir hisobiga arzonlashtirilgan. Nimanidir hisobiga arzonlashtirilgan muolajalar keyinchalik sizning yuzingizga salbiy ta'sirlar ko'rsatishi mumkin, sizning yuzingiz jabr ko'rishi mumkin. Shu sababli hamma patsientlarimga o'zini va yuzlarini ehtiyot qilishliklari uchun professional kosmetolog tanlashlarini maslahat beraman.